Namozxon inson dunyodagi eng baxtli insonman desa, mayli uni puli bo'lmasin, dang'illama uchastkasi bo'lmasin, tagida zo'r mashinasi bo'lmasin, zo'r kiyim kiymasin, mayli zo'r dasturxondan ovqat yemasin, eng baxtli inson 5 mahal namoz o'qiydigan inson hisoblanadi. Nima uchun bu baxtli? Bomdodga turadi. Namozga, Robbisiga itoat, ibodat qilish uchun turadi. Bismillahirrohmanirrohim bilan qo'lni boshlab mana bu chaqanog'i bilan yuvadi. Og'ziga suv oladi. Allohim menga jannat havzi kavsarlardan nasib qilgin deydi. Burniga suv oladi, menga jannatni hidlarini hidlashligini nasib qilgin deydi. Yuzini yuvadi. Yuzlar oq va qora bo'ladigan kunlarda meni yuzimni oq qilgin deydi. O'ng qo'lini yuvadi, tirsagi bilan qo'shib, meni namoyi a'molimni o'ng qo'limdan bergin deydi. Chap qo'lini yuvadi, meni namoyi a'molimni chap qo'limdan bermagin deydi. Boshiga mahsi tortadi, meni jannatni soyalaridan soyalantirgin deydi. Gardaniga mahs tortadi, meni vujudimni do'zax o'tiga harom qilgin deydi. Oyoqlarini yuvadi, meni qadamimni qadamlar toyiladigan kunda fil suratda sobit qadam qilgin deydi. Tahorat qiladi. Namozga turadi, niyat qiladi, Allohu akbar deb barcha dunyoning ishini o'ziga harom qiladi. Bu namoz jannatning kaliti. 5 mahal namoz o'sha jannat kalitini tishlari, tili. Ertaga jannatga kiraman degan inson mana shu namoz bilan borish kerak oxiratga.